Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar o'rtoqlar? Sog'lik yaxshimi? Xo'p, tayyor biznes ataman deylar uchun Penoblok kaliflari bor. Biz ham uni qishda oldik. Bahor ishlatamiz, o'zlab ishlaymiz deb. Bunga shitan bola tug'ilmadi. Shunga hozir bu yerda yotibdi bina. Hali paket ishlatilmagan. Buni vodidan oldirdik bize. 3 tane kalip bor. Yani so'ngi chiqqan modeldagisi melarda yozilib, ochilib, ina bu listlar ham rossiyskiman chiqib oldik bu narsani. Hali o'zlarimiz tushunamiz. Tushunadigan bola topib ishlattiramiz, buni bir yo'l qo'yamiz dedik, lekin ishlatolmadik. Bola yo'q. Immomina nasi no'lig'ini tushunmay qilib ishini bir yani ustoz kelib ko'rsatib berib ketdi, shundan beri turibdi. Bunda chelakdini o'zining gelam bor. Hali şu bergancha turibdi. Kim agar qiziq bo'lsa, Penoblok sohasida ishlab ko'rgan bolalar bo'lsa, nelar bo'lsa, buni o'zimiz o'ttirdik, boshlig'ini olmadik. Kattaroq aytib boshlig'i o'ttirdik biza. Tez o'ntib turibdi hozir. Xo'p, o'zini bahasi imbeda mishelgasi, bo'mina ishlatilgan emas. Bu shu vaqtda yani nasib o'zim yana shillankalarni qo'yib taxlab beradi. Top-toza turibdi. Bunda bo'lgani kompressor yo'q. Kompressorsiz oldikdan bize 10 milyon so'mga tushib turibdi shu ish. 10 milyon so'm oldik. Ana kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqachisanizlar. 10 milyon so'm o'zini bahasi, hech qanday ustida pul narsa yo'q. Shu yoqdan kelgani ana 10 milyon so'mga tushib turibdi. Buni hali ishlatmadik biz. Ishlatgida hozir bolam yo'q. Ish qilib yanchaki o'zlarimiz ishlar bilan birga buni yuritolmadik. Yotibdi bu quruq. Garajda yotibdi bu yana.